Mana aziz hamkorlar, sizlar uchun yana bitta otziv qilib bermoqchiman. Yaqinda o'zimni eng yaqin insonimga, farzandlari, yosh bolalariga tavsiya bergandim. Oliva ekstrakti bilan mana zaytun yaprog'i ekstrakti 30 ml. Bu nihoyatda zo'r ishlab chiqarilgan. Buni bemalol farzandlarga, yosh bolalarimizga 5 tomchidan, kattaroq 10 yoshdan yuqorilarga 10 tomchidan berishinglar mumkin. Bemalol organizmni tozalab, parazitlardan immunitet ko'tarib, ularni o'sha suyaklarini, bo'g'imlar o'sha rivojlanishida, farzandlarni umumiy aqliy rivojlanishlariga ham nihoyatda zo'r ta'sir qilib beradigan zo'r narsa. Mana kekik kapsulamiz. Kekik kapsulamiz ham bemalol 10 yoshdan tepadiga 2 mahaldan berishinglar mumkin. 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga bittadan kapsula berishinglar mumkin. Mana bitta kapsulamizni grammi 21 gram. 60 ta kapsula polniy mana eng yuqori texnologiyada ishlab chiqarilgan kekik kapsulamiz. Bemalol yosh bolalarimizda mana shu gijjadan, parazitlardan tozalashga tavsiya berishinglar mumkin. Nihoyatda zo'r ta'sir qilyapti. Hattoki mana shu zaytun yaprog'i ekstraktini qandli diabeti bor bir insonimga taklif qilgan edim. Qandli diabet o'sha kamayib 25 yurar ekan, normaga tushib, hech qanaqangi insulin yoki bo'lmasam mana shu sahrga ichiladigan tabletkalarni ichmayaptilar ekan. Hozir o'zlarini nihoyatda yaxshi his qilyaptilar ekan. Tavsiya beraman, bemalol qo'rqmasdan sahri bor hamkorlarga ham bemalol tavsiya berib ishlatib ko'rishinglar mumkin. Kimda qanaqangi savollari bo'lsa, kimda qanaqangi muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Savolinglarga javob berib, kerakli bo'lgan mahsulotlar haqida ma'lumotlar berib, zakaz bersanglar mahsulotlarni dostavka qilib olib kelib beraman.